Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, Texnosharq YouTube kanalida quyosh panellari mavzusi bo'yicha turkum videolarimizni davom ettiramiz. Bugun 15 kilovatlik 10 grid 3 fazali quyosh fotoelektr stansiyasi narxlari bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Doimgidek biz bu ushbu 1-aprelgacha bo'lgan muddat uchun chegirma narxlarini e'lon qilganmiz. Bugun 15 kilovatlik quyosh fotoelektr stansiyasi uchun chegirma narxlarini e'lon qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, like bosishni unutmang. Demak, biz boshladik. Ushbu taklifimiz 1-aprelgacha bo'lgan 2025-yil 1-aprelgacha amal qiladi va bunda faqat 10 kishi 10 ta obyekt uchun o'sha 15 kilovatlik quyosh fotoelektr stansiyasi qurib ishga tushirilib topshiriladi. Albatta, birinchilardan buyurtma bergan 10 kishi uchun ushbu narxlar amal qiladi. Avvalgi videodan kelib chiqib, bu gal ham 15 kilovatlik quyosh fotoelektr stansiyasining yillik elektr ishlab chiqarish quvvatini nazariy jihatdan hisob-kitob qilib ko'ramiz. Eng kamida yoki o'rtacha qiymat desak ham bo'ladi buni. Aytganimdek, 1 kilovatlik quyosh fotoelektr stansiyasi 1 yil davomida o'rtacha 1500 kilovat soat elektr chiqarib beradi. 15 kilovatni bunga monand ko'paytirsak 22500 kilovat soat o'rtacha yoki eng kamida ishlab chiqarib beradi 1 yil davomida. Endi buni agar 365 kunga bo'lib yorsak 61 kilovat soatdan tushadi kunlik va siz umumiy 22500 kilovat soatni davlat tarmog'iga o'zingiz sotishga qo'yib qo'ysangiz 1000 so'mdan to'laydi. 22.500.000 so'm pul bo'ladi. Buni 3 yilga taqsimlasak ham 67.500.000 so'm umumiy 3 yilda umumiy miqdor kelib chiqadi. Amalda esa 2,5 yil yoki undan kam muddatda o'zini 15 kilovatlik quyosh fotoelektr stansiyasi oqlaydi. Buning sababini esa video davomida bilib olasiz. Kanalimizga obuna bo'ling. Videoni shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, like bosishni, izoh yozishni, fikringizni qoldirishni unutmang. Har qanday fikr uchun ochiqmiz. Demak, 15 kilovatlik 10 grid quyosh fotoelektr stansiyasi premium tarifi bo'yicha podключ xizmati barcha mahsulot va xizmat ichida quyidagicha tashkil qiladi. Demak, Jinko Solar brendida tegishli 635 wattlik N-type monokristal bifacial Tiger Neo modelidagi 2 tomonlama paneldan 24 dona bo'ladi ushbu komplekt ichida. Va 15 kilovatlik DEA brendiga tegishli top invertorlardan biri bu DEA hisoblanadi. DEA brendiga tegishli invertorni qo'shdik bu gal. O'tgan galgi videolarda biz Inveta yoki Gravat brendiga tegishli invertorlardan foydalanganmiz xizmatda. Demak, bu gal DEA brendidan boshladik. DEA ancha mukammalroq, kuchliroq invertor hisoblanadi. Undan tashqari PV yonmaydigan quyosh fotoelektr stansiyasi mo'ljallangan yonmaydigan PV kabel 6 mm qalinlikdagi kabeldan 200 metr qo'shganmiz. Qo'shimcha barcha himoya uskunalari, avtomatlar, predohnitel, relay, uzib, anti-chaqmoq hamma mahsulotlari karkas bo'ladimi, tagiga qo'yiladigan barcha temir mahsulotlari ichida bo'ladi. Undan tashqari yetkazish, elektrik kashlari va monitoringni smartfoningizga ulab berish, Wi-Fi ga ulab berish hamma xizmati ichida bo'ladi. Demak, 15 kilovatlik 10 grid quyosh fotoelektr stansiyasi premium tarifida asl narxi $4900 tashkil qiladi. Ushbu ekranlaringizda ko'rib turgan mahsulotlar bo'yicha, xizmatlar bo'yicha, ya'ni 63.700.000 so'm tashkil qiladi asl narxi. Lekin va'da berganimizdek kanalimiz obunachilari 10 mingtadan oshsa, 10 mingtaga yetsa, biz chegirma e'lon qilamiz deganmiz. Demak, chegirmani kutib oling. Ushbu 15 kilovatlik 10 grid quyosh fotoelektr stansiyasi premium tarifida podключ xizmat, hamma xizmati 0 dan 100% qurib ichida $4500 tashkil qilyapti, 58.500.000 so'm tashkil qiladi. Demak, asl narxi $4900 tashkil qilgan ushbu taklif chegirmada $4500 ni 58.500.000 so'mni tashkil qiladi. Faqat 10 kishi uchun ushbu narx amal qiladi. 1-aprelgacha ushbu 1-aprel oralig'ida kimdir buyurtma bersa, buyurtma berib ushbu narxda xarid qilishi mumkin va uyiga 15 kilovatlik 10 grid quyosh fotoelektr stansiyasini o'rnattirishi mumkin. Standart tarifi bo'yicha esa narxlar quyidagicha tashkil qilinadi. 15 kilovatlik 10 grid quyosh fotoelektr stansiyasi podключ barcha xizmat, barcha mahsulot ichida quyidagicha tashkil qiladi. Demak, tarkibida Sanova brendiga tegishli o'sha Beneftair One ro'yxatiga kiruvchi paneldan foydalanganmiz. Sanova Solar
bir energiya 560 wattlik N-type monokristal bir tomonlama paneldan 28 dona bo'ladi. Boyagi premiumda 24 dona edi, 635 wattlikdan. Bunda esa 28 dona bo'ladi, bir tomonli 560 wattlikdan 28 dona. Inverterga keladigan bo'lsak, Gravat 15 kilovatlik on-grid 3 fazali inverterdan foydalanganmiz, bir dona. Umumiy PV kabel 200 metr, qolgan barcha mahsuloti premium tarifi bo'yicha bir xil bo'ladi. Faqat inverter va panelida farq qiladi. Ushbu standart tarif bo'yicha 15 kilovatlik on-grid quyosh fotoelektr stansiyasi asl narxi $4,400 tashkil qiladi, 57 million 200 ming so'm. Demak, asl narxi $4,400, 57 million 200 ming so'mni tashkil qilayotgan 15 kilovatlik on-grid quyosh fotoelektr stansiyasi standart tarif bo'yicha podключ barcha 0 dan 100 gacha barcha xizmat va mahsulotlari ichida asl narxi $4,400, 57 million 200 ming so'mni tashkil qiladi, lekin siz chegirmada 1-aprelgacha ushbu tarif bo'yicha $4,100 ga, ya'ni 53 million 560 ming so'mga ushbu tarif bo'yicha 15 kilovatlik quyosh fotoelektr stansiyasini o'rnattirsangiz bo'ladi. Buyurtma bering, 1-aprelgacha ushbu taklif faqat 10 kishi, 10 ta birinchilardan bo'lib buyurtma bergan yurtdoshimiz uchun amal qiladi. Buyurtma va aloqa uchun qo'shimcha savollar va murojaatlar uchun quyidagi raqamlarga aloqa chiqishingiz mumkin. 91lik 013 14 44, 91lik 012 24 44, 99lik 670 16 56, 97lik 075 07 57. Ushbu raqamlarda sotuv menejerlarimiz siz bilan bog'lanishadi, ma'lumot berishadi, buyurtma bo'lsa tezda yetkazishadi, masterlar bilan bog'lanib. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Keyingi videolarda xudo xolasa yanada kattaroq kilovatlarni, chegirmalarni ham e'lon qilib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Telegram kanalimizda qo'yilgan obyektlar bo'yicha mijozlarni lokatsiyasi, nomerlarini ham joylab boryapmiz. Bemalol agar o'zingizga mos kilovat, masalan uchun 10 kilovat yoki 15 kilovat o'rnatirmoqchi bo'lsangiz, shunga doir mijozlarni ma'lumotlarini olib, joylarga borib ko'rib, o'zingiz ishonch hosil qilishingiz mumkin. Raqamlarga aloqaga chiqing. Kanalimizga obuna bo'ling, like bosishni unutmang. Telegram kanalimizga albatta mana shu videoni pastki qismida Telegram kanalimiz manzili yozib qo'yganmiz. Bemalol o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, yangilik va chegirmalardan bexabar qolmaysiz. Barchangizga rahmat, videoni ko'rganingiz uchun rahmat. Salomat bo'ling, ishlaringizni rivojini bersin.